Boysundagi vaziyatdan hamma xavotirda. Bilamiz, u yerdagi vaziyat qo'lga olinmagan va qanchalik zarar, kuniga katta zarar ko'rilyapti. Qachon bu jilovlanadi Boysundagi texnika vaziyat? Boysundagi vaziyatlar shunaqa holatga hozir to'g'ri xalqimizga juda ham katta zarar olib keltiryapti. Lekin mana bitta qo'yganlardan keyin hurmatli prezidentimiz menga 3-4 marta topshiriq berdilar. Boysunni yopib berishimiz shart deb. Bizlar buni qattiq texnik tarafdan hamma xorijiy hamkorlarimiz bilan birgalikda hisob kitobini chiqardik. Hozirgi kunda Xitoy CNPC korporatsiyasini CCDC kompaniyasi bilan bugungi kunda Boysun bo'yicha shartnoma imzolandi. Eng katta ish qilganimiz. Bu shartnomalar hozir registratsiya qilinib, Xudo nasib qilsa bugungi kunda CCDC kompaniyasini mutaxassislari bir 25-30 ta, eng 25 Boysun koniga borib o'zi ishlarini boshlandi. Qachon bartaraf etiladi? Yilning oxirigacha texnikalarni Boysun koniga eng 25 ga olib kelinadi. 2026-yil dekabrning oxiriga qo'shimcha 4 ta quduq burg'ulash ishlari boshlanadi. 2027 birinchi yarim yilga 100% yopiladi. Rahmat. O'sha yerdagi aholidan hozir xabar olib turilibdimi? Aholiga qancha zarar kelayotgani, ko'chirilganmi? Eng 25 ni yopish uchun katta ishlar boshlandi. Bu xalqqa ziyon yetmaslik, ertaga yana avariya kuchli bo'lmaslik uchun qo'shimcha chora-tadbirlar qilinyapti. Va yana bir muhim savol, nima uchun aynan Xitoy kompaniyasi tanlab olindi va buni evaziga Xitoy nima oladi? Bizning tabiiy resurslarimizmi, mablag'mi, pul evaziga mablag'mi, nima oladi? Nechta kompaniya bilan muzokaralar olib bordi. Bu Rossiya Federatsiyasining Rosneft kompaniyalari. Ikkinchi kompaniya bu Amerika kompaniyasi birja va boshqa kompaniyalar. Koreya kompaniyalarini ko'rib chiqamiz. 3 ta davlatning 2-3 ta kompaniyalarni. O'zbek injenerlarga shuni ko'rganimizga, tahlil qilganimizda eng yaxshi taklif berilgan va texnik yechimni topayotgan bizga shu Xitoy davlatining CNPC korporatsiyasining taklifi bizga ma'qul bo'ldi va bizlar shu kompaniyani tanladik. Endi keyingi savolingiz bu nima evaziga Xitoy kompaniyasi qiladi? Evaziga mablag' hisob kitoblarimiz bor. Mablag' bilan ular bilan hisob kitob qilinadi. Rahmat.